Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli musulmon aka birodarlar, mana shu bizning Ehson Muqaddam fondimizni tomosha qilayotgan barcha akalardan Alloh taolo rozi bo'lsin. Birodarlar, Allohning izni bilan vallohi alam shu bir haftami, 2 hafta oldin biz rolik qilgan edik. Ya'ni bir madrasa kitob kerak deb. Inshaalloh kitoblarimizdan inshaalloh ya'ni 3 dan bir qismini oldik birodarlar, Allohning izniyle. Yani Mabda'us Sarf, Mabda'un Nahv, Qissatun Nabiyyadan. Yani inşallah Arba'in Nabaviyya ve Yazma Nahv ve Qissatun Nabiyyadan yani inşallah bir şeyden zakatlagan bo'lyapmiz Allohning izni bilan. İnşallah mana bu kitoblarga yarasha ehson qilgan akalarimizdan, birodarlarimizdan Alloh taolo rozi bo'lsin. Mana bu kitoblar bolalar o'qib, kelajakda olim ahlim bo'ladi va mana buni ajriga barobar sherik bo'lasizlar. Alloh rozi bo'lsin. Shunaqa madrasalarni xizmatlariga befarq bo'lmaysizlar birodarlar. Bu talib ilmni nimasini kutib bersangiz ham, nimasini bersangiz ham, uni yodlagan ilmiga va amallariga ajrda barobar sherik bo'lasiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.